xohlagan joyingga bor, terpila. Xohlagan joyingga. Navoiy chegara bojxona postida zo'ravonlik qilgan shaxs 10 sutkaga qamaldi. Gapir, nima gaping bor? Ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqalgan va jamoatchilikda go'yoki bojxona postida ko'cha mafiyasi yuzaga kelganiga doir shubhalarga sabab bo'lgan videodagi shaxs qamaldi. Ma'lum bo'lishicha, ushbu shaxs boshqa bir fuqaroning yukini go'yoki shaxsiy ehtiyoj niqobi ostida olib o'tib berish, ya'ni tashmachilik qilish evaziga dastlab 500 ming so'm, so'ngra yana 100 ming so'm talab qilgan. Natijada o'zaro kelishmovchilik yuzaga kelib, vaziyat janjal va haqorat qilishgacha borgan. Holat yuzasidan Toshkent tumani Ichki ishlar bo'limi tomonidan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 183-moddasi bilan hujjatlar rasmiylashtirilib, sud qaroriga binoan 10 sutka ma'muriy qamoq jazosi tayinlandi. Unutmang, chegara bojxona postlarida xizmat faoliyati faqat va faqat amaldagi qonunchilik talablari asosida yo'lga qo'yilgan. Agar siz belgilangan me'yorlardan ortiqcha yuklaringizni o'zga shaxslar, ya'ni tashmachilardan foydalanib, go'yoki ularning shaxsiy ehtiyoj uchun mo'ljallangan yuklari tarzida o'tkazishga urinsangiz, yuqoridagi kabi ko'ngilsiz holatlarga duch kelishingiz mumkinligini yodda tuting. Fursatdan foydalanib, chegara bojxona postlari orqali avtotransport vositalarini navbatsiz yoki turli tovarlarni bojxona to'lovlarsiz olib o'tib berishni va'da qilayotgan shaxslarga duch kelsangiz, bu kabi firibgarlarga aslo ishonmang va bu haqida bojxona qo'mitasining kecha kunduz faoliyat yurituvchi 1108 qisqa raqamli ishonch telefoniga murojaat qilishingizni so'raymiz.